Jonlarim, qiliqlarim, hammalaring jonlari omonmi? Salomatliklaring bir tarafdan ikki tarafga qarab. To'g'risi shu ana qiliqlar to'g'risida gapirgandan keyin kecha bir qalig'im gapirib qoldi, bir joyga o'tirgan ekanlar, bir ancha odam bo'lib. Ancha odam bo'lib o'tirgan ekanlar qalig'im. Meni bu videolar sizlar uchun bo'ladi, sali. O'sha Rossiyaga ekanlar, qarakanlar, g'ariblikka o'tirganlar ancha odam bo'lib. Keyin shu qaliqlar to'g'risiga shu videolarni ko'rib, ular saligina o'g'onib qolibdilar. To'xta qo'y, shu akam nima deydi deb. Keyin bir ikki so'rashlardan chiqdilar. Ularga javob berdim, o'sha gapirayotgan ana bo'lamga javob berdim. Ular ham eshitdi hammasi. Ana o'sha gaplardan saligina qolgan qaliqlarga ham aytib beraman dedim. Qaliqlarim eshitdinga. Ana keyin men qaliqlar deganga ular kirib ich qaliqlar kovlaganlar. Narbertdan shu kaganat u bunlar shulardan savol berdi. Savollardan endi bir ikkisi bu savollariki ana qo'raqo'lliklar bular Uyg'urladi. Shunog'in deb eshitdik, ko'rdik internetga deydi. Men aytdimki bir narsani tushuninglar-da qaliqlar. Bugun mana Tojikistonga yashaydigan qaliqlarga aytyaptim men bu gapni. Davlat Tojikiston davlati. Lekin buning ichiga o'zi qaliq ham yashayapti, laqay ham yashayapti, boshqalar ham yashayapti. Ana davlat qaliqlarning davlatidir. Yo'q, qaliq yashayapti, shuni olmasdi. Lekin bu tarixga qaliqning haqqi bo'ldi, shu 30 yillik tarixga, shu Tojikiston tarixiga qaliqning haqqi bo'ldi. Bu haqqi. Har bir joyga o'zimni tarixim deb aytishga haqqi bu, chunki bu yashaydi bu yerga. Qaliqlar davlati bo'lgan. Ya'ni qaliqlar bular 9 ta o'sha 9 millat desak ham bo'ladi yoki 9 ta hozirgi narsalarni nima desa qabila deydi. Chengin o'sha mana bir oddiy olib qarasang Chingizxon qabilasi bo'lgan, Chingizxonlar bular, keyin boshqasi bo'lgan-ku, ko'p bo'lgan davlatlar. O'sha 9 ta birlashgan qaliq bo'lgan. Avval 3 tasi birlashgan, keyin asta-asta 9 ta. Ular keyin qaliq davlati bo'lgan. Hozir bugungi o'zbeklarni o'sha qaliq davlatini, qaliq kaganatini, keyin Qoraqo'rg'on davlatini merosxo'ri desang, o to'g'ri. Bo'lay ham bo'lgan. Lekin glavni o'sha nima deydi, shu mexanizm, nom, o'sha brend deydi-ku, shu narsa kimga bo'lgan? Bu qaliq bo'lgan. Va bunga ham bizda haqqi bor. Biz qaliqlar qolganimiz shu yerga qolib ketdik. Mana shu nomlaydan qolib, o'zimizni shu qaliq nomidan qolib ketdiklar. Bir sababi biz tog'larning orasiga qolib ketganimiz sabab bo'lgan. Boshqalardan aralashmadik. Havor joydagi qaliqlar hammasi aralashib ketdilar. Hozir agar qon olib turib analiz, genetikadan analiz qilib chiqsak, anchasi qaliq chiqadi. Chunki aytdim-ku o'sha bir videomga ham ana shu nimaga o'zim Xeshimnikiga bordim. Ota, ocha, bobo, moma yetibishdi qaliq Moskovskiga yashaydi. Mana hozirgi bilmayman nomini nima qo'yganlar, alangi Moskovskiy. O'sha vaqt men 16-17 yoshlarga bo'lsam kerak edi. 15-16-17 yoshlar shu yoshlarga bo'lsam kerak. O'shani balasi aytadiki, bu qaliq bizni Xeshidi deydi. Bu tojiklar gapiryapti. Nimaga deganga? Chunki ular rayonga qolib ketdilar, boshqa ota-ochalari aytmadi ularga.
bobolari aytmadi, o'zlari tojiki gapirdilar. Eng qizig'ini bilasizlar nimadi? Hay deydi, bu yerga hamma tojiklar deydi. Keyin sağlıkına surishtirib ko'rsam, o'sha yerdagi nechta uy hammasi o'sha qaliqlarning uyi bu. Shunchaki ular qolib boshqa bir-birlariga aytmasdan balalari o'sha atrofda o'sha atmosferasiga moslashib o'zlari bilmay xiyol qiladilarki bizlar tojiklarmiz deb tojikcha gapirib ketadi. Neki asl 7 pushti reshasi qalliq, o'zi ham qalliq. Aynan mana shuni qalliqlar ko'p Tojikistonda. Endi qalliq nomini qolgan, o'sha qalliq nomiga qolgan bu bizlar qoldilar. Shu tog'larning orasiga, boshqa uzoqroq joyga, kamroq sivilizatsiyadan uzilib qolgan joyga, sivilizatsiya kamroq qolgan joyga. O'sha uchun o'zi shusiga ham o'zi qalliq o'zi 1 milliondan ko'p. Shu qolganiga. Hali endi aqini aytmaymiz, mana shu qolganining o'ziga 1 milliondan qalliq o'zi ko'p qolgan. Endi undan aqin ta agar genetikaydan agar olib chiqsang, uni hammasini tozalab ko'rsatsanki, sening genetikang mana qalliq sening genetikang deb, bu tag'am qancha chiqsa u tomoni. Neki sho'rni o'zi, qolgani o'zi, qalliq nomiga qolgan o'zi 1 milliondan ko'p qalliq nomiga qolgan. Bu o'sha tog'larning orasiga qolganlari yoki o'sha bir общество ko'p bo'lib qolganlari o'zlarini qalliq biladi. Mana uzoq ketmayman deyman-ku, o'zimni xeshmi, o'zimni xolamni qizi eri ham qalliq, o'zi ham qalliq. Tozza ikkalasini 7 pushti ham qalliq. Lekin bir joyga kelib yashaydilar, hammasi o'sha go'dagirlari birortasi qalliqlamaydilar. Hammasi tojiklarlar, go'daklari bilmaydiki ular qalliqligini. Chunki bundan keyingi uni avlodlari o'zlarini qalliq demaydi. Chunki u go'daklar o'zlari bilmaydi, katta bo'ladilar. Keyin kamlar katta bo'lgandan keyin hozir uy o'tadilar, keyin o'zlarini qalliq deyishga, undan keyin pokoleniya 3-ikkinchisi tojik bo'lib ketadi. Shu bo'ladi. Faqat millatingni saqlashing uchun, o'zing kimligingni saqlashing uchun sen nimani bilishing kerak? Sen balanga tushuntirishing kerak. Sen qalliqsan o'g'lim. Qizim sen qalliqsan, sen toza qalliqsan. Sen mana o alıngi odamlar o'zlarini mana o pushtlarini bilgan, 7 pushtin deydi-ku, 7 avlodni bilganlar-da bobolarini. Mana men ham bir nechtasini bilaman o'zimnikini. Nima uchun men o'zimga shu qalliqman deyman-da? Rossiyaga ham keldim. Men qalliqman deydim-da. Men aytgan yo'qman. Qozog'istonga ham yashadim, qalliqman deydim. Boshqa joy qarga yashagan bo'lsam, men qalliqman deydim. Bu nima millatdi desa, shunday bir millat bu deydim, qalliqman. Tamam. Ya shunaqa bir millat bu. Men biron joyga o'zim millatimni sotganman. Bu sababi nima bo'lishi mumkin deb sizlar savol berishlaring mumkin. Sababi chunki men o'sha 7 ota deydi-ku, 7 pushti. O'shalarni bilganman. Chunki meni bobom shu narsani bizga aytaydi. Bizni bobolarimiz bizni qalliqligimizni ta'kidlab turaydiki, sizlar qalliqsizlar. Biz rayonga ko'chib keldik, tojiklarning ichiga, tojiklar, o'sha allava hamma girlarimiz tojik bo'lgandan keyin ham o'shanga ham nima deydi? Sizlar qalliqsizlar. Bobom, sizlarning bobolaring mana bu, meni otam mana bu, meni bobom mana bu nomi, meni mana busi mana bu, amakim mana bu bo'ladi. Mana busi meni tog'am bo'ladi, nomi bunoq edi. Mana bo'rga yashagan, bu qalliq, bo'ri qalliq. Shu o'zlarini, o'sha avlodlarini o'sha aytaydi. Keyin meni ocha tomondan ham, meni bobom alloh o'lib ketgan, momam aytaydi shu narsalarni bizga. Ocha tomondan momam shu narsani aytaydi. Biz falonmiz, alifmiz, so'nqulmiz. Mana bu tomonga mojakilar bu, mana bu tomonga qalliq mana bu bo'ladi, mana bular mojaki bo'ladi. Shu narsalarni ko'p bizga aytaydi. Har mehmonga bo'lsak, o'sha momamning uyiga o'tirsaklar, biron nima qilganga, keyin biz ular tog'da orasiga yashaydilar, biz endi rayonga yashaydik deydi, rayonga yaqin joyga. Shu biz shu qalliqligimizni yo'qotmaylik deb biz borsak edi o'tkazib bizga
paxta chigillaydi o'sha zamonga, o'sha momamning doim paxtasi bor edi. Biz paxta olib boraydilar momamga, chunki paxta momam paxta chigillashni yaxshi ko'raydi. Chigit qilib o'tir. Ana biz olib boraydik momamga, paxta olib boraydilar. Biz katta edik, o'chaman bizdan paxta yo'raydi, bu momamga olib borib bering deb. Bizlar boraydik. Men akam Xudo rahmati akam, opam biron vaqt boraydilar, olib paxta olib boraydilar momamga. Setka ko'tarib paxta olib boraydik. Keyin momam o'tkazib shu gaplarni aytaydi bizga. Eng nimasi momam aytaydiki, mana bular bo'ladi, ana bobolaring chappa bo'ladi, bobong, ana sizlar chappasizlar, biz mana bu biz alifmiz, mana ular so'nqullar, mana ular mo'jaklar deb shu narsalarni hammasini aytib beraydi bizga. Hammasini aytaydi. Biz o'shalardan eshitdik. Mana shu narsalar bizga kam-kam o'sha patriotizm deydi, nima deydi? O'sha biz bobolardan eshitgan, bizda mana shu momalardan eshitgan narsa, o'sha qadimlardan eshitgan go'dakligimizga shu narsa bizga patriotizm beraydi-da. Bizni o'zimizni millatimizni, o'zimizni kimligimizni bizga nima qilaydi? Tanitaydi. Agar inson o'z balasiga o'zini kimligini, o'sha avlodini kimligini, otasini kimligini, bobosini kimligini aytmasa agar, aytmasa. Men aytaydimda, nima uchun siz o'cham mana bu sizlar sen momo alifsan, ana men o'cham chapa bo'ladi deb so'raydimda. Nimaga sen alifsan bu chapa bo'ladi deb savollar qo'yaydilar. Chunki aytaydi bu ota tomonidan hisoblanadi. Mana biz alifmiz, sen bobong chappa bo'lgani uchun bular chappa bo'ladilar. Bular faqat ota tomonidan hisoblanadi. O'sha avlod, rod, bu narsalar ota tomonidan hisoblanadi. Ana mana agar erta seni balang chappa bo'ladi, chunki seni otang ham chappa. Shu narsalarni agar otang alif bo'lganga sen alif bo'layding, otang so'nqul bo'lganga, mo'jaki bo'lganga sen mo'jaki bo'lib ketayding. Shu narsalarni aytaydi bizga, tushuntiraydi bu narsalarni. Hatto biz mayda edik, yosh edik, neki o'sha insonlar bizga shu pushtivimizni o'sha 7 sajara deydilar-ku, daraxt deydilar. O'sha 7 daraxtingni yo'qotmaslik uchun, reshangni yo'qotmaslik uchun sen bir shoxchasan deydi, daraxtni bir shoxisan. Sen reshang kimni, sen reshangni bilishing kerak deb o'sha bizga o'sha eskilardan aytaydilar. Shu uchun menga bu narsa qoldi. Ana u agar qalliqlarning tarixiga kelayotgan bo'lsak, qalliqlar bular 9 ta qabila bo'lgan. Hozirgi keyin bundan keyin agar Qoraqonlik davlatiga kelib qarasak agar, Qoraqonlik davlatga Qozoq ham Qoraqonlikka bo'lgan, Qirg'iz ham Qoraqonlikka bo'lgan, O'zbek ham Qoraqonlikka bo'lgan, uchengeni O'zbek bo'lmagan, Qoraqonlikka bo'lgan, bular o'sha boshqa bir nomlarga yotgan. Bunga hammani haqqi bo'ldi. Hozir Qozoq ham men Qoraqonlik davlatini merosxoriman deydi. Haqqi bu. Bizning istoriyasi deydi. Haqqi bu. O'zbek ham buni aytadi. Haqqi bu. Qozoq ham aytadi, Qirg'iz ham aytadi va buni massa Uyg'ur ham aytadi. Nimaga deganga, Qoraqonlik davlati bu Sinziyandan to nima. Ana endi bir narsaga kelib to'xtasak agar qalliqlar, yaxshilab qarab chiqing o'zlari. Har bir mana shu qabilalardan o'sha pravitellar bo'lgan, liderlar bo'lgan, ya'ni boshliqlar. O'shaning uchun har bir bu millatning o'sha boshliqligi, o'sha nimasi bu yerga как pravitel hisobiga keladi, kiradi. O'shanga birontasi o'zini mana hozir ham aytsan, qayerdansan desang, Tojikistondanman deysan. Misol olaylik. O'shanga o'sha Qozoqni ham, Qirg'izni ham, boshqani ham so'rasan, qayerdansan desang, Qoraqonlik davlatidanman degan. Bular keyin bu nomlarga bo'linganlar. Bularga haqqi bu. Men ham bir boshqa nomga bo'linib ketishga haqqim bor edi. Agar men o'sha bobolarim, boshqalarim bilmayman o'zini chappa millati desam bo'laydi. Chunki bular o'zlari o'sha qabilalardan, o'sha chappa qabilalardan yo alifman, yo so'nqulman, yo oymonman desa, naymanlar ham bo'lgan, naymanlarni oymon deydilar qalliqlar. Agar to'ra kelib o'sha hozir agar men oymonman deganiga, oymon millatiman deganiga,
biz o'sha oymon bo'lib ketaydik. Mishol oymonlikni qabul qilaydik. Hozir ham biron nimasi yo'q. Men to'g'ri kelib aytsamki, men chappa millatiman desam. Yo so'nqil millatiman desam. Chunki men o'z qabilamga o'zimning nomimni o'girishga haqqim bor. O'shani o'zbeklar ham o'zini o'sha bir qabilasiga, o'zlarini bir narsasiga, bir tarixini bir joyiga nom o'girishga haqqi bor o'zbek nomini. Qozoq ham shunog'in. Neki bular hammasi kelib chiqsak agar bizlar bir-birimizga nimamiz? Qondoshmiz. Hali qarindosh emas, qondoshmiz, qondosh. Bizlarning hammamizning qonlari pashti kelsa, o'sha birdan chiqadi. Ya'niki biz bir xilmiz. Inson chehrasi shakl oladi, faqat o'sha joyiga qarab. Hozir agar men bu Yevropaga agar yashasam, mendan keyin bir pokoleniyam biron gram boshqa men avlodlarga o'xshamaydi. Nimaga deganki, o'sha havo atmosferasi o'z ta'sirini beradi. O'z ta'sirini beradi, o'sha alishadi. Shuning uchun bir pokoleniydan keyin alishib ketadi bu o'zdi nimasi. Bugun hali aytamiz nimaga qozoqlar boshqa xil, o'zbeklar boshqa xil bo'lib qolgan yoki uyg'urlarni qarasang, mejdi qozoq, mejdi o'zbek, buni nima bo'lib qoladi? Mejdi kitaychi, mejdi aziyati nima o'zbeklar bo'lib qoladi-ku. Bu hammasi o'sha nima deydilar, o'sha nimani ta'siri. Buni hammasi o'sha havoni, yerni ta'siri bo'ladi. Keyin atmosfera, o'sha atrofingni ta'siri bo'ladi. O'shaning uchun ham o'zi asl keyin salgina aralash ham bo'lib qolganlar. Salgina emas, qo'shroq aralash bo'lib qolganlar. Bularni biron narsasi yo'qki, buni yo'shirsa ko'p aralash bo'lib ketganlar. O'shaning uchun biz aytamizki, men o'sha tarixdan qarab kelib aytsam, qozoq, qirg'iz, o'zbek, uyg'ur bular bizlardan qondoshlar. Qondosh. Bizlarning genetikasini olsa agar, bizniki hammamiz o'sha bir genetikadan kelib chiqadi. Turk genetikasi o'sha hozirgi bu o'sha genetikadan kelib chiqadi. O'sha kaganatlarning genetikasidan, o'sha qoraqonlik genetika, qalliq genetika hammamizniki bir xil. Nomimiz almashgandan keyin biz qalliq nomiga qoldik. Neki bu yerga qoraqonlik davlatiga o'sha glavniy mexanizm, sistema nom bu o'zi qalliq nomi. Qalliq nomi ham o'sha historiklar har narsadan o'sha nom beradi. Qorliq deydi. Qorlik joydan o'sha tog'dan, Olatog'dan bo'lgani uchun o'sha Tianshan, Olatog, o'sha Jungar o'sha tomondan tog'lardan bo'lganlari uchun bu tomoni mana Pomir shu tog'lardan bo'lgani uchun bularni o'sha endi snejniy человек deydi, qorliklar deydi. Bu o'zi asli qabilalari ichi birontasi qalliq nomdan emasda. Bular qalliq nom, общий nom, общий brendli nom. İçini qarasang chappa, yag'ma, nima, so'nqul, alif, bu tag'am o'z bir qabilasining ichi shunchaga bo'lingan. Shuncha rod deydi-ku, ko'rsizlar. Rodga taqsim bo'lgan bir qabilasi o'zi. Qarab chiqsang agar so'nqul, alif, chappa, mojaki, bular tam nechtaga bo'lingan ichi. Lekin bu qalliq nomi, bu o'zi glavniy o'sha brend nomi. Brend nomi. O'shaning uchun biz o'sha asl o'zi brendga qolganmizda, o'sha brendiga qalliq deganga. Bu o'zi asl brendiga qolganmiz. O'sha qalliq deb qolganmiz. Shu nom saqlanib bo'lib kelgan, ya'ni qolib kelgan shu nom, o'sha qalliq nomi eng muhimi. Biz 21-asrga davr biz qalliq nomini bizda otalarimiz, bobolaridan vaqt qarab o'sha xuddi 5-asrdan mana shu chenga davr, mana shu bugungi Tojikiston nomli yerga biz o'zi asl qalliq nomini olib keldik. Qalliq nomini olib keldiklar. Brendini almashtirmadik-da biz. Almashib ketishimiz ham mumkin edi agar oralariga o'sha sal tag'am o'sha bir nimalar bo'lgan edi. O'sha xanstva davom etgan edi, biz almashimiz mumkin edi. Agar chappa agar sal bir quvvat olib o'ziga o'zi bir xanstva tashkil qilgan edi, bir chappa xanstva, biz nima bo'laydik? Bizlar chappa bo'lib ketaydik. Yoki bilmayman, mojakilar bir
agar bir xanstva tashkil qilganiga ular ajratib o'zlarini bir mo'jaki millat bo'lib ketaydilar. Prosto o'sha yergaki существование to'xtadi, biz o'sha nomga to'xtadik. Undan keyin almashmadi. Qoldi o'sha nomga. O'sha nomdan bugunga davr biz kelyaptik 21-asrga davr biz qalliq brendini olib keldik. O'zi asl olsak buni qaytib qarasak agar hozir o'zbek, qozoq, qirg'iz bu narsaga bizda borligi uchun shu brend kelgani uchun как старший брат brend deydi-ku, главный brend ki shu davlatdan o'zi asli shakl olli qozoq, o'zi asli shakl olli endi qirg'iz deya olmaymiz chunki qirg'izda tarixi o'zi qaganat qalliqdan o'sha zamonlarga keladi. U ulardan alirroq keladi. Lekin qirg'izda tarixi ko'naroq. Lekin birlashganlar, birga yashaganlar, birlashganlar. Qirg'iz brendi o'zi ko'naroq brend, nom. Lekin buni agar olib qarasak agar buni bular o'zlari bu konkretna hurmatini qo'yish kerakda. Tojikistonni 100% ku kislorodini qisish kerakki, sizlar nixrina sebab bir qalliq degan ana nima bu? Yo'rga qalliq bu. Sizlar nima haqqi bo'ldi bularni brendlarining nomlarini o'chirishga, bularni вообще pas urishga? Sizlar nima haqqi bo'ldi degan nima aynan? Buni bu yerda qisish kerak. Bu yerda bu qalliq oblasti tashkil bo'lish kerak, bu konkretna. Bu konkretna. Agar hech bo'lmaganga yer ajratirish kerak. Bugun agar eng shu maydagina ham bo'lsa, o'sha qalliq nomiga agar davlat qilganlari, bilmayman, O'zbekistondan bir saligina bir yer vaqtdan O'zbekiston, Qozog'iston, Qirg'iziston o'sha o'rtasidan bir yer ajratib birta qalliq davlati qilsalar maydagina, ko'p emas. Военный bizga kerak emas, boshqasi kerak emas, biror narsa kerak emas. Просто как davlat sifatiga agar bir qilsalar, endi bu o'rtaga. Bu вообще turk olamini o'sha eng brendi ki mana shulardan qolgan, shu nomdan qolgan biz avlodlari shu nomni saqlanib qilib kelgan bizning avlodlari ki almashmagan shu nomni, shu nomga qolib kelgan tog'larning orasiga bu biz avlodi deb agar qilsalar bular вообще выигрышga chiqib ketadilar, birinchi topoyga chiqib ketadilar chunki bu narsa o'zi shu nom, ya'ni bu sho'xliq narsa emas. 5-asrdan 21-asrga davr qalliq nomini men qalliq millatiman deb saqlanib qilib kelgan bu вообще bu brend narsa. Buni biron odam qila olmaganda agar shu atrofingni qarab ko'rgin 10 martalab nomlari alishgan, har bir shohiga nomi alishib ketgan, har bir yerga nomi alishib ketgan. Lekin aynan qalliq nomini mana shu bizlar qalliqmiz deb o'zimiz saqlab, ota bobolarimiz bizga bir-birimizga aytib kelgan narsalar. Endi bizga imkon bo'lmagan bu narsalarni yozishga, bu narsalarni kitob qilishga. Biz agar kitoblar qilsak edi bu narsalarni yozganimizga biz o'zi ko'p narsa bo'laydi. Lekin mutassifona deyman-ku, bu mardim hamda qo'rqoq bo'ldilar. Yo mardim o'zi xalq o'zi shu narsaga yopishmadi. Boshqa qo'ylardan sargardon bo'ldilar. Keyin orqasini qaradiki, hamma o'ziga kitob qilib, davlat qilib olibdi, biz qolib ketdik yo'ra. Shuning uchun biz o'sha qalliq kaganatidan, qoraxonlik davlatidan o'sha bir chastmiz va o'sha davlatlar asl mexanizm tashkil topgani qizi qalliq nomidan tashkil topgan. Uning ichiga agar qancha nimalar ham bo'lsa, qalliq nomidan. Undan keyin mana oymonlar misol o'zlari imperiya tashkil qildilar. Ayman imperiyasini tashkil qildilar. Oymonlar chiqib ketdilar, o'zlari Ayman tashkil qildilar. Naymani deydi-ku, Naymanskiy imperiya deydi. Bu bizga o'zimizga Oymon deydi. Hattoki Tojikistonga bir tog' bor, nomi Oymon kalla. Bu narsalarni o'zimiz nima qilmaymiz. Hali aytdim-ku, tunogun Qora tog', Ilon tog'. Bular hammasi turkiy nomlar. Xo'p, Qora teg'in. Buni qarab chiqsana, Qora teg'in. Qo'rg'ontepa, ana Qorayog'och. Rasledviddan qarab chiqsak, Xovaling ham Havolik degan nomga to'g'ri kelgan. Ya'ni ki men uni dakansa topib olib chiqarib qo'yaman.
Xovaling ham havolik degan nomdan kelgan. Xo'p, Ko'lov. Bu hammasi bu nomlarni agar qarab kelsang, yoki Tojikistonni qancha joyini qarasang nima bu? Hachcha buloq, Uch buloq, Tut buloq. Hamma bu buloq degan nomlar bular hammasi. Keyin bir xillari chashmaga o'girilib qoldi-ku. Keyin vaqtni qarasang ana u falon chashma deb qo'ydik. Keyin bizlarni sal til almashgandan keyin abmen bo'lgandan keyin bizlar keyin o'sha buloqni chashma dedik. Chashma nomini ishlatganmiz. O'shaning uchun o'sha chashma degan ishlatgan nomlar bizga kirib kelgandan keyin biz o'sha bu narsalarni ishlatgandan keyin обществоga kirib kelgandan keyin bu narsani ishlatdiklar. Keyin chashma bo'ldi. O'zi buni qarasang hammasi olma buloq, hachcha buloq, tut buloq, 7 buloq, 3 buloq, hamma bular nimani ko'rsatadi? Bular qalliq nomini ko'rsatadi. Ya'ni bu yerga qalliqda o'sha eng qadimdan joylashganini ko'rsatadiki, bu qalliq nomlar. Bularni o'zi harakat qilyaptilar almashtirishga. Bularni o'zi harakat qilyaptilar. Bular o'sha o'z nomlariga o'tkazib turib, keyin buni kullan o'sha dasturxonini yig'ib turib, sen kimsan degan lekin tarixda hech kim almashtira olmaydi. Tarixda biron insonni qo'lidan kelmaydi alishtirishga. O'sha kecha shu o'sha bo'lalarimdan endi qalliqlar o'zi asli bo'la deydi bir-birini. O'sha bo'lalar bilan gapirganga, saligina gapirib qolganga bo'lalarim qiziqib qolibdi. Eshitmagan narsani, bilmagan narsani, otasidan eshitmagan narsani bu narsa birdandan chiqadiki, biz bu tariximiz bo'ldi, biz shu o'shanga ko'p qiziqib qolibdi yoshlar. Ki bu aka to'g'ridi bu narsa. Keyin o'shandan bir ikki narsalarni taylab ham berdim. Men aytdim, mana bo'lalarim o'zlaring ko'rib, o'qib o'zlaring. Keyin bir narsa o'sha har bir dokumentni o'qiganga unga o'sha yili bor, qarang. Yili bor. O'sha dokument yili bor yozilgan. Agar ki sizlar bir dokumentni ochdingiz, ko'rdingizki, u dokumentni yili yangi yozilgan. Xo'p. Endi o'z bir narsani aytsam, misol mana tojik birodarlarimiz bular xafa bo'lib qoladilar. Bular aytadi, bular shuncha bizni ustiga aytganini aytganlar, biz xafa emasmiz. Lekin biz aytsak agar haqiqatni to'g'risini aytsak, xafa bo'lib qoladi-ki, tojik nomi 19-asrga shakl topgan. Shu asrga davr hech kim bu nomni ishlatmagan va bilmagan. 19-asrga bu narsa shakl topdi. Nom oldi, shu nomni oldi. 19-asrga davr bu nom undan allangi asrlarga biron joylarga yozilmagan ham bu nom, tilga ham olinmagan va bu nomni hech kim ham bilmagan. Aynan shu nom 19-asrga shakl oldi, yozildi shu nomdan. Kexay jonim, bularni aqlayliklar, chunki non hasharotlar ko'plar birdan kirib kelaveradi asta-asta. Mana shu aynan 19-asrda asrga. Endi men buni ayta olmayman boshiga, oxirlariga deb. Shu 19-asrga bu narsalar shakl topdi. Shu nom shakl topdi. Tojik degan nom shakl topdi, yozildi. Tojik deb yozildi. Bu 19-asrga va 20-asrga konkretna pechatolli qola bo'ldi. Buni boshlanishi 19-asr. Undan alın 18-chi, 17-chi, 16-chi, 15-chi, 14-chi, 13-chi bu asrlarga bu nom yo'q. Bu nom vapshe yo'q biron joyga. O'sha dokumentlarni agar yillarini konkretna bir narsani o'qidinga, o'sha dokumentni yilini kovlanga. Eng birinchisi shu qaysi yilga yozilgan, kim tarafdan yozilgan. Keyin bu aytaman-ku, sal shakllantirgan dokumentlar bo'lishi mumkin. Shu agar ko'hna qadimgi o'sha tarix yozilgan yozmalarni agar topib chiqsangiz, bu narsani konkretna bilasizlar. O'shaning uchun O'zbek bu Qoraxonlik davlatidan, xohlasan xohlamasang bo'rla Qoraxonlik davlat bo'lgan, shu xalq bo'lgan. Bu xalq keyin boshqa nomga shakllanadilar. Bular bizning qondoshlarimiz bo'ladi. Qozoq ham shu ahvol, bular ham bizning qondoshimiz bo'ladi. Qirg'iz shu ahvol, bular biz uchun qondosh bo'ladi, qalliqlar uchun. Na qardosh, qondosh, qonlarimiz bir xil. Uyg'urlar ham aynan mana shu qondosh.
Va bu qoraxonlik qalliqlar tarixiga, o'sha Uyg'urlar bilan ham urushgan qalliqlar tarixiga, boshqa bu narsaga bu hammani haqqi bu. Qozoqda ham haqqi bu, Qirg'izda ham haqqi bu, buni ham tarixi, Qozoqda ham tarixi, O'zbekda ham tarixi, bu Uyg'urda ham tarixi. Bu tarix faqat birlik tarixi deb agar ko'rsak bo'ladi. Neki qalliq nomi o'shaki pravitellar qalliq kaganatidan chiqqan qalliq nomidan biri Uyg'urdan ham pravitel bo'lgan, boshqasidan ham pravitel bo'lgan. O'shaning uchun bu brend faqat qalliq davlati, ya'niki o'sha qalliqlarni patonkalari deb bugungi o'zbeklarni ham qalliqlar patonkalari, ya'ni qalliqlarning davomlari bular. Yo bugungi qozoqlar. Bular o'sha boshqa bir hali nima deylik, men o'zimizga alif so'nqul chapa deganlar, bular ham o'sha boshqa bir nimalardan bo'lgan, bular o'sha bir qoraxonlik davlatiga bo'lgan va qoraxonlik davlatini ichiga bo'lgan. Bularning ham haqqi bu. 100% bular emas, bizlardan qondoshlar, biz bulardan tartishishga ham haqqimiz yo'q va bular bir-birini orasiga ham tartishishga haqlari yo'qki, yo bu bizniki, yo bu bizniki deyishga haqqi yo'q. Bu birlik tarix, birlik historiya. Neki o'sha birlikning ichidan shu qalliq nomiga qolgan bizmiz. O'sha o'zi eski qalliq nomiga qolib ketgan bular bizlarmiz. Endi bizlarni bular qancha hurmat qiladi o'sha brend sifatiga ki bular mana shular o'sha qalliq. O'zi men aytolmaymanki o'zbeklar qalliq emas edi deb, yoki qozoqlar, yoki qirg'izlar, bular qoraxonlik davlati, bularga daxli yo'q, bularga bu faqat qoraxonlik qalliqniki deb tura olmaysan, chunki Uyg'urlar boshqa bularning hammani haqqi bu. Bu bizning birlik tariximiz. Lekin shu birlikning ichiga o'sha, chunki qalliq kaganatdan qoraxonlikka almashgan bular qalliqlar o'zlarini bilgan. Agar shu qalliq brendining ichiga, agar o'sha tarix ichiga agar qalliq brendi bizni qabul qilsalar, qabul qiladi. Qabul qilmasalar ularni o'zlari biladi, o'sha kallalari biladi, o'sha nimalari. Neki biz qalliq brendimiz. Bular o'zbek brendi bo'ldi, biri qozoq brend bo'ldi, biri Uyg'ur brend bo'ldi, biri qirg'iz brend bo'ldi, biri mana bu turkman brend bo'ldi. Turkmanlar ham yodimdan chiqibdi bular mana turkmanlar ham. Bular hammasi biz birlimiz. Biz bir qonimiz. Biz birlik qonidanmiz. Birlik tariximiz bu hammamizda. Qoraxonlik tarix bu hammaniki. O'shaning uchun aytadi, Sinziyandan to mana bu Afg'onistonning bir ma'lum joylari qoraxonlik davlatiga bo'lgan. Ya'niki mana shu narsa ko'rsatadiki, biz birlikmiz. Neki bizda ham o'sha eng eski nomga qolib kelganimiz uchun bizni bularning ichiga, ya'ni hurmatimiz bo'lishi kerak, joyimiz bo'lishi kerak. Bizni bular hozir O'zbekiston, Qozog'iston, Qirg'iziston, Turkmaniston bizni priznavat qilish kerak qalliq millatini. Bu davlatni bosish kerak Tojikistonga-ki bularning pasportlariga qalliq yozasan. Chunki bu bizni chast istoriyamizki shu brend saqlanib kelgan. Shu millat shu nom bilan kelgan bu chenga davr. Bu narsani bo'yat bosishlar kerak. Ki davay bu narsa bo'lish kerak. Bu bizni tarixi bo'ladi. Bizni tarixini nomini shu qabila olib kelgan, mana shu qalliqlar olib kelganlar. Chunki bu narsa bo'lish kerak. Bu tomonni o'zlari biladi. Shaxsan agar men hozir qozoq bo'lganimga edi, men bu narsani bosaydim, bu yozasan qalliqligini. Bo'lmasa men pasport beraman amasiga qalliq deb. Sen nima qilyapsan buni? Seni kim aytadi? Bu yer istochnik tarixi qadiman qalliqlarniki bo'lgan. Ki bu yerga qalliqlar yashayotibdi. Sen bularni nima uchun yo'q qilyapsan? Hozir bu yer davleni qilish kerakki, bir o'sha qalliq viloyati bo'lish kerak. Bunga haqqi bu. Agar bu narsadan agar xohlasalar o'sha qalliqni bir kusok yerini bersalar, mayli bersin. Neki men talab qilamanki Qozog'iston, Qirg'iziston, O'zbekiston o'rtasidan yer ajratilsin. Bilmayman, qalliq yeri bilmayman, bir viloyat bo'ladi yo alohida bir maydagina davlat bo'ladi. Biz kota ham so'ramaymiz. Qalliq uchun bo'lish kerak. Chunki bu
Bu brendni o'zbek ham tartib kela olmadi, olib kela olmadi, qozoq ham olib kela olmadi, qirg'iz ham olib kela olmadi, uyg'ur ham olib kela olmadi. Bugun bular boshqa brendlarga bo'lindi. Lekin qalliq engilavni. Tojikistondagi qalliqlar. Mana shu brendni olib keldilar. Qalliq nomini. Shuning uchun bu hurmati bo'lish kerak. Har bir tasni ichiga glavniy ценность hurmat bo'lish kerak. Ki bular borlar. Olib keldi. Bu hazil narsa emas. 5-asrdan 21-asrga davr shu nomni saqlanib qilib kelish. Ya'ni ushlav, shu millatning nomini tashkil bo'lgan, qalliq kaganati tashkil bo'lgandan bugunga davr bu millatning nomini olib kelish bu sho'xliq narsa emas. Har kim ham buni qila olmaydi. 100 urushlarga qo'lli, 100 jonjonlarga qo'lli, 100 taqsimlar bo'ldi, minglab bo'ldi. Mana o'zbek taqsimi bo'ldi, qozoq taqsimi bo'ldi, qirg'iz, uyg'ur taqsimi bo'ldi. Lekin shuni ichidan shu biz olib keldik qalliq nom. Bizning avlodlari, bizning ajdodlari biz qalliqmiz deb keldik. Qalliq nomini. Bu hazil narsa emas. Buni konkret navoyat O'zbekiston ham buni quvvati bu, Turkiya ham, boshqasi ham bu nomni boyat konkret bu brendni qarab chiqishlari kerak ki sho'rga shu nomdan saqlanib bo'lib kelgan nomni olib kelgani uchun. Hali foyga bo'ladi-ku, kim birinchi o'sha finishga keladi deydi-ku. O'sha shu bugun o'sha birinchi finishga shu nomni biz olib kelyaptiklar. Boshqasi aytadi, biz buni ovlodimiz deydi. Qalliqlar ovlodimiz deydi. Haqqi bu. To'g'ri ham aytadi. 100% to'g'ri aytadi qalliqlar ovlodligini. Neki almashdilar bular. Boshqa xonning nomlariga o'tib almashib ketdilar. Bugun o'zbek nomini olganlar. Lekin asl reshalari o'sha qalliqlardan keladi. Bularning haqqi bu. To'g'ri biz ovlodlari, biz ham qalliq ovlodimiz, bu ham qalliq ovlodi. Lekin biz qalliq nomiga qoldik, bular almashdilar. Bu narsani bular o'ylashlari kerak. Nima qozoq bo'lsin, nima qirg'iz bo'lsin, nima o'zbek bo'lsin, nima turkman bo'lsin, nima turk bo'lsin, nima Ozarbayjon bo'lsin, turk olami bu nom, tarixiy nomni boshiga o'ylashlari kerakki, shu nomdan tirik millat bor deb. Shu nomdan tirik insonlar bor deb bu nomni boshiga o'ylashlari kerakki, qalliq nomdan tirik inson bor. Hozirga davr bor. Buni o'ylashlari kerakki, buni saqlanib qilish kerak. Odamlar, boshqa millatlar tarixiy o'zlarini bir narsalarini nima deydi, hali bir tarixiy qurgan bo'qlarni saqlanib qiladilar. O'shalarni olib keladiki, mana shuni bizni bobomiz chichgan edi deb. Bugun uni shishalarga olib, spetsialna saqlanib qiladilar. Nohot qalliq bir bo'qcha qadri bo'lmasa-ki, 5-asrdan olib kelgan nomni, bugunga davr olib kelgan nomni, tirik turgan narsani bular nima qilsalar, o'ldirsalar, yo'qotsalar. Ijozat bersalarki, narziga turgan hamsoyalari bu nomni o'ldirib, yo'qotib, go'rga tiqib taylasa. Bu hazil narsa emas. Ko'rsatsin bir tasiki men 5-asrdan shu nomdan keldim shu yerga davr deb. Bir tas ko'rsatsin. Kim ko'rsata oladi? Hech kim ko'rsata olmaydi. Qirg'iz ko'rsata oladi tamom bu o'rtaga. Chunki qirg'iz 4-asrdan, 3-4-asrdan mana shu nomidan kelgan. Единственный qirg'iz ko'rsata oladi bu narsani. Ki shu bir nomdan keldi. Qolganlari nechi nomga almashdilar. Nima turkman bo'lsin, nima turk bo'lsin, nima o'zbek bo'lsin, nima qirg'iz, qozoq bo'lsin, bular almashdilar. Uyg'ur, qirg'iz, qalliq. Shu 3 ta eng ko'hna nomdan kelyapti. Eng ko'hna nomdan. Shu 3 ta nom. Qalliq, qirg'iz, uyg'ur. 3 ta nom va turk olamiga eng qadrli nom bo'lish kerak. Brendoviy nomlar bo'lish kerak 3 ta nom. Ki shu 3 ta nom 4-asrlardan, 5-asrlardan bu nomlar saqlanib bo'lib kelyapti. Bu nomlarni olib kelganlar. Uyg'ur, qirg'iz, qalliq. 3 ta nom. Lekin Uyg'urdan qalliq oyoqlarini tagiga o'z tepkiga yurgan. Единственный bir ta qirg'iz o'z o'sha yeriga ega bo'lib, o'z nimasini saqlanib qilib qo'ygan. Ular uchun вообще bu tomonga respekt. Chunki qirg'izlar qanday bo'lsa bo'lmasa talash qiladilar o'z yeri uchun. Qiladilar, so'zladilar o'zlariga yerda. Respekt. Biron plus minus yo'q. Qalliqlar oyoqda tay bo'lib ketdi, Uyg'urlarni.
3 ta brend nomdan ikkitasi oyoq tay bo'lib ketgan. Lekin bugun shu qalliq nomini qaytarib tiklab joyiga qo'yishdi ki shular bular hurmatga ega bo'lishdi, borligiga ega bo'lishdi. Bugun biron turk olami qarab chiqmayotibdi. Biron turk olam bu narsani qarab chiqmaydi. Maksimal bizda ham Tojikiston majbur o'zbek yozuv o'sha qalliq nomini yo'qotmoqchi. Majbur bizlarni o'zbek yozadi. Qalliq nomini yo'qotadi. Yo, men aytmoqchi emasman, meni o'zbek nomidan nafratim bor yo biron g'ashim bor. O'zbek nom gap yo'q, o'ziniki. Lekin biz o'sha qalliq brendini olib kelyaptik. Lekin bizni majburlab yo'qotyaptilar. Yoki laqay nomini qaysi bir zamondan Zalatoy Arda zamonidan yo boshqa bir zamondan laqay nomi kelyapti. Bugun laqayni ham yo'qotyaptilar. Maksimal harakat qilib bu ko'p nomlik bu turkni bu brillianti, turk olamini brillianti bu ko'p nomlik. Ki tam bu qadimiy nomlar. Nima laqay bo'lsa, nima qalliq bo'lsa, qalliq alaroq bo'lsa, laqay keyinroq bu nomlarni yo'qotyaptilar-da. Turk olam ko'zini yumib o'tiribdi-da qarab. Biron inson rasledovni olib bormaydi. To'xta shu olamlarning ichiga kimlar bo'ldi? Bo'ldi shu qalliq laqay nimadi bular qardanlar? O'zi tarixlarni ochib ko'ryaptilar hammasini qardan. To'xta biz laqayni laqaycha saqlanib qilib qo'yishimiz kerak, qalliqni qalliqcha saqlanib qilib qo'yishimiz kerak deb bu narsaga o'ylamaydi-da, faqat nima deydi? Svet qiymat bo'lyapti, gaz oshib ketyapti, biz bilmaymiz, biz ana suyimiz qolmayapti, biz bilmaymiz, cho'mil olmayaptik. Kim nimalarga ketyapti-da bu xalq? Bilasizlar? İnsonlar uchun tarixiy kimligi muhim bo'lmayapti. Faqat biz o'shandan bo'lsak bo'ldi, ketyapti. Lekin tirik narsani go'rga tiqyaptilar-da. Tirik laqayni go'rga tiqyaptilar. Tirik qalliqni go'rga tiqyaptilar. Nomini yo'qotyaptilar. 21-asrga ustiga hujum qilib nomini yo'qotyaptilar. Hamma qarab turib ko'zi milt-milt alxitdi, bilasizlar nimaga o'xshab ko'rinadi menga. Afrikani nimalarga keyin eshaklar inaglar bor-ku yuriydi. Keyin o'sha sherlar o'sha to'dalarni kelib, keyin ot qo'yadilar. Oralaridan keyin bir tasini oladilar-ku. Keyin bir tasini yeveradi. Qolgan o'sha eshaklar inaglar girdidan to'planib turadi, bir 200 metr, 100 metr nariroqdan turib, keyin quloqlarini chingaytirib qarab turadilar-ku. Hozir mana shu aynan qalliqni shu ustiga shuncha hujum bo'lib, shu millat yo'q bo'lib, nomlarini yo'qotayotganlari meni ko'zimga mana shu xuddi Afrikani pustinasidagi hayvonlarga o'xshab ko'rinyapti. Shu narsa yo'q bo'lib ketyapti. Yeyotibdilar shu narsani. Jonivorlar va sherlar va boshqalar yeyotdi. Qolgani o'sha Afrikani eshagi, Afrikani inagiga o'xshab quloqlarini six qilib qarab turibdi-da. Qon nima bo'lyapti ekan deydi. Qon nima bo'laykin deydi-da. Qarab turibdi. O'zi asl olsang bu o'sha turk olamiga agar 5 ta tillo sutum tarixi bo'lsa, qalliq, uyg'ur bu o'sha tillo sutum tarixlaridan hisoblanadi. Ya'niki bir tasi qalliq. Bu nomni vastanavit qilib, bu nomni joyiga qo'yishdi o'rniga quloqlarini ko'tarib qarab turibdi-da. Bir inson ahamiyat bermayapti-da. To'xta, biz qalliq ovlodimiz deymiz, bu yerga qalliq oyoq tagiga qolib ketyapti. Bu nom oyoqni tagiga qoldi. To'xta, buni yo'qotyaptilar bu nomni. Bu nom tirik, bizning nomi tirik. Bu bizni dokazatiki 5-asrdan biz mana shu nomdan kelganimiz, mana bizning ovlodlarimiz tirik degan nom. Bu narsa birontaga ahamiyat berilmayapti-da. Aynan gaz nima bo'lyapti? Pulni qardan olayliklar, busini qardan olaylik, svet qimmat bo'lyapti. Hamma o'shani ketidan-da, hamma o'shani ketdi. Mana shu. Shuning uchun yo'llarim bu narsa ana o'sha ularning nomusiga qoladi. Bu narsa trendga chiqqandan keyin mana chiqyapti internetga, biz qalliqlar borligini chiqargandan keyin biron 100 yillardan keyin, 50 yillardan keyin, agar 200 yillardan keyin qalliq o'zi yo'q bo'lib ketadi. Bu aniq. Bu ketishdan ketsa agar qalliq nomi yo'q bo'ladi. O'sha bor qalliq ham o'zining nomidan atkaz qilib boshqa nomga o'tib ketadi.
Busi aniq bo'lib turgan narsa. Bundan keyin agar biron joyga tam biron o'zbek, qozoq, qirg'iz agar bir narsa desa, keyin bu dokumentlar yig'ilgandan keyin necha o'rada aytadi, 21-asrga qalliq edi. Mana bu yerda qalliq. Qallig'i yo'q bo'ldi. Quloqing chingaytirib qarab turding-ku unga deydi. Qallig'ni yo'q qildilar. Sen agar qalliq avloddan bo'lganing edi, sening uchun agar tarixing muhim bo'lgan edi, sening uchun tarixingni arzishi bo'lgan edi, sen mana bunga quloqingni chingaytirib qarab turmayding. Bu seni tarixing edi. Sen buni himoya qilarding. O'shaning uchun 30 millionsizlar, 40 millionsizlar, 50 millionsizlar eshityapsizlar. Asl qalliq tarixi, qalliq brendi o'zi toqqa qolgan. O'zi toqqa, ana shu bir olamni o'rtasiga, ana shu 1 millioni ham qolgan bo'lsa-ku, shu 1 millioni ham yarmi o'zini sotib ketayotibdi. Nomusi bo'lgan, o'z tarixini bilgan, o'z millatini bilganlari tishlari bilan ushlab turibdiki, ularga to'g'ri pasportini tojik qilmasa ishlashga haqqi yo'q. Biron joyga ishga kirmaydi. Ularni biron государственный правитель ishiga olinmaydi biron joyga. Ularga kitob yozishga haqqi yo'q, ularga maktab ochishga haqqi yo'q, ularga o'z tarixini bilishga haqqi yo'q. Ana shu meni qalliq, o'zi благодаряки chiqib ketib, mana shu internetlardan, boshqa joylardan, mana shu bir ozodlik, o'sha g'ulomlikdan chiqqandan keyin bir ozodlik o'ylagandan keyin Yevropalarga kelib, keyin men o'z tariximga qiziqib, kovlab, bugun topdimki men kimman? Qayerdan bu nom keladi degan savolga javobini men topdim, aytdimki, "O, значит shu ekan." Asli o'zlaring ozod bo'lib turib agar bu narsaga ko'z yumgan bo'lsanga jonlarim, men faqat shuncha aytamanki, oxirigacha ko'r bo'lib keting. Agar shu narsaga sizlar bilib turib agar ko'rib turib ko'z yumgan bo'lsanga, nima qozoq bo'lsin, nima qirg'iz bo'lsin, nima o'zbek bo'lsin, turk olami ko'r bo'lib keting. Ki qalliqni yo'q bo'lganiga ko'z yumgansizlar. Sizlar ko'r bo'lib keting. Men shunchasini aytaman, tamom. Bundan vaqtini o'zlaring bilasizlar. Qalliqlarim tiriksizlar, borsizlar, tarixlaring bu, tamaddunlaring bu, hamma narsalaring bu. Kiringa o'qing. Agar o'zlaring yo'q bo'lishiga sabab bo'lsanga, o'zlaring bor millatlaringni alishtirsanga, non uchun bilmayman, turmasanga dakansa, o'z millating uchun, o'zing millating saqlanib qilib turmasang agar, sizlar o'z tavakkallaring Xudoga bo'lsin. Shu tomonga. Men o'z millat, o'z qalliqligimni vazifasini bajardim, qildim, chiqardim dunyoga. Xattiki mana OBS, OON, hamma joyga men qalliq tirikligini, qalliqman tirikligimni 21-asrga davr shu nomdan kelayotganimni etkizdim. Olamga, dunyoga bir o'zim, bir tangdan bir so'm olgan yo'qman, na yo'l puli olibdiman, na bir narsa, na gasnisa puli olganman. Hammasini o'zim ishladim, qarz qildim, banklardan qarz qildim, nima qilgan bo'lsam, sho'rga davr olib chiqib keldim. Non yemadim-u, yig'dim tinlaringni, kerakli joylarga etkizib borib, chiqib aytdimki, men qalliqman. Biz tirikmiz. Biz mana shu ahvolgamiz Tojikistonga. Bizni bir millat hisobiga priznavat qilinmaydi. Bizni yo'qotayotibdi. Bu yolg'on, bu bizni barodarjon, oshnojon, xeshvizi tavo, bu yolg'on narsa. Xesh bo'lganga, seni barodaring bo'lganga sen nomingni ehtirom qilaydi, seni millatingni hurmat qilaydi, pasportingni yozaydi pasportingga, seni yeringni hurmat qilaydi, seni tuzingni hurmat qilaydi. Bu yolg'on narsa, seni yo'q qilayotgan narsa, seni men barodarjonimsan desa, bu yolg'on narsa bo'lib chiqadi. Bu faqat so'zdan, aslga seni yo'qotish niyatidan kelyapti bu narsa, ki sen yo'q bo'l, toza bo'l degan niyatdan kelyapti. Shuning uchun jonlarim bunga qalliqlarni o'zini ham o'sha xizmatlari bu, belini bog'lab turib, yanlariga tika turib urib kelyaptilar. Xulos, jonlaring omon bo'lsin qalliqlarim. Kiringa, o'qinga, topinga, dokumentlar to'lyapti. Meni Facebook'ima
Kirsanga Astana Arslon Kagan anglisi yozilgan. Men o'sha Facebookka qo'yaman ancha buncha narsalarni, nomlarni, qalliqqa tegishli narsalarni qo'yaman. Kirasizlar, ko'rasizlar. O'qisanga, bilsanga o'zlaring uchun, qilsanga o'zlaring uchun, qilmasanga 21-asr sizlarni yo'q bo'lish asrlaring bo'ladi. Shu asr sizlar yo'q bo'lasizlar. Aniq. Lekin men o'z vazifamni qilib, o'z qalliq avlodimlarga, qalliq nomini alliga, qalliq kaganlarini alliga, qoraxonlik kaganlarini alliga ertaga o'lsam agar kalamni ko'tarib o'lamanki, men aytaman, men qildim. O'z millatim uchun turdim. Bir o'zim to'qa. Shuncha olamni ichiga. Bu tomoni turk olami, u tomoni fors olami, bu tomoni slavyan olami, hamma olamini ichiga men turdim o'zim to'qa. Qildim, aytdim. Shuncha qo'limdan keldi. Qolgan qalliq bo'lsa yurib edi, nima qilay? Na yanima to'planilar, na to'ra kelib talab qililar, na o'z haqlarini aytdilar, na birlashdilar bu qalliqlar. Bir-birini go'shtini yeb yurdilar o'sharga. Yog' bo'lganlaricha. Pul uchun, gaz uchun, svet uchun o'zlarini sotib yurdilar, 2 so'm pul topaydi. Tomonni o'zlaring bilasizlar, jonlarim. Sog' bo'l, omon bo'l, jonim, qallig'im. 21-asr yo'q bo'lish asring ekan. Ko'zini yumgan turk olam ko'r bo'lsin. Shunchasini axirgan shu qalliqlar nomidan turklarga salom. Turk olamiga salom.